Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Sizlarga mana Haytek fasondagi darvozani tushuntirib o'tamiz. Bu Haytek darvozamiz ikki qavatli bo'lgan. Mana bu yerlari shumkali. Mana bu yerlari 1,5 qavat bo'lgan. Buni profillariga kelsak, ramalari 6x4 1,5 stenkadan bo'lgan. Kraskalari mokriy asfalt kraskadan sachilgan deb bu. Tepalarini lazerda o'yib ochiq joylari bor. Mana bu ko'rib turgan, bu yaltirab turgan joylarlar nima? Nejivinka. Qora nejivinkadan bo'lgan. O'sha eng qalinidan bo'lgan. Xudo xolasa bu darvozamizni 1 kvadrat metrini 1 million so'mdan tayyorlab beramiz vodiy bo'ylab. Bu tomonlarga kelishadigan holatda olib borib dastavka qilib beraveramiz. Taglari shivillar bo'ladi, stoykalari ham shivillardan tayyorlanadi. Orqa ko'rinishlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Buni orqa tomonlari shunaqa tekis holatda bo'ladi akalar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hurmatli kanalimiz a'zolari, shu darvozamizni shu turishi 10 million so'mga tayyor bo'ldi. Navbatdagi darvozani sizlarga ko'rsatamiz. Navbatdagi darvoza. Bu darvozani 1 kvadrat metri 650 ming so'mdan. Vodiy bo'ylab 650 ming so'mdan tayyorlanadi. Boqa tomonlarga kelishgan holatda tayyorlanaveradi. Namelarga nejvinka qo'yilgan. Disklari 1.3lik, profillari 1,5, 6x4 holatda. Bu darvozamiz 7,5 million so'mga tayyor bo'lgan. Mana bu tomonda ham darvoza bor. Navbatdagi darvozamiz. Bu darvozani ham Haytek fasondagi darvozamiz. Buni 1 kvadrat metri 1 million 200 ming so'mdan tayyorlab beramiz. Profillar 6x4 1,5 stenka. Mana bu joylar 2 qavat bo'lgan. Nejvinkalar qo'yilgan. Shu holati darvozamizda 12 million so'mga to'xtagan. Orqa ko'rinishlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Buni ham qiroqlari shivillar bo'ladi, stoykalari, taglari ham shivillardan, zamoklari zubr zamokdan qo'yiladi. Hurmatli obunachilar, mana orqa ko'rinishlarini ham bir ko'rsatib o'taylik. Orqa ko'rinishlari xuddi shu holatda bo'ladi. Aka-ukalar, biz hozir Oltiariq tumani Juma bozoridamiz. Mana bu darvozani ko'rsatib o'tamiz. Bu darvozamiz Sharmarka fasondagi darvoza. Mana yerlari 1.3lik listan bo'lgan. Yong'oq listan qo'yilgan. 1,5 qavat. Profillari 6x4 1,5 stenka. Shu turish 7,5 million so'm.
Mana bu tomondagi darvozamizni ham ko'rsatib o'tamiz, aka-ukalar. 2 arkali 2024-yilda trendga chiqqan darvozamiz. Bu darvozaning 1 kvadrat metri 750 ming so'mdan vodiy bo'ylab tayyorlanadi. Bu tomonlarga kelishilgan holatda dastavka qilib beraveramiz. Dislari 1.3lik. Profillari 1.5. Stoykalarini shivillerdan qo'yib beramiz. Shiviller bo'ladi, taglari ham shivillerdan bo'ladi. Kraskasi Devo Mokre GK2 kraskadan seçiladi. Arqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Mana arqa tomonlarini ko'rishlaring mumkin. Arqa tomon xuddi shu holatda bo'ladi. Akalar tekis ideal holatda bo'ladi. Şu holat 9 milyon so'm. Boshqa bermaydimi? Hurmatli kanalimiz a'zolari, kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa, ekranga nomer qo'yib qo'yamiz. Behijolat telefon qilaverasizlar akalar. Hammalaringga rahmat, salomat bo'lasizlar.